Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz bilan tayyor bo'ldi. Bu yerda 4 ta eshik, 3 ta rom qilib berdik. Xudo xolasa mana ko'rishlar mumkin. Mana egasi xohlab shunaqa fason qilib bering degandi, qilib berdik. Mana o'ta chiroyli fason mana. Girofiskalik, o'ta chiroyli, matvi chachirgan 08 jigarrang rangda bo'lgan. 08 kesaklari ham 10lik bo'lgan. O'ta chiroyli bo'lgan. Kesaklari ham 10lik, zamonlari ham o'ta chiroyli, mana qimmat zamonlardan turayotgan zamonlar. Matvilak chachilgan. Kanonlar shunaqa bo'lgan mana. O'ta chiroyli bo'lgan. 4 ta eshik, 3 ta rom qilib berdik. Buni Andijon viloyati marhamatga qilib berdik. Endi ulatgani ketyapmiz, romlarga aynasi olinadi, 20 metrlar qilib beramiz. Xudo xolasa buni ko'rishlar mumkin. Mana o'ta hech olmaydi bu. O'ta pishiq bo'lgan bu. Yupqa emas bu. Qalinda bo'lgan. Parislanadi, reka to'qilib, Xudo xolasa sharji garantiyali qilib beramiz. Ishlar narxi keladigan bo'lsa, eshiklarda 1.800.000 mingdan qilib berdik. Mana shu bittasini 1.800.000 ming olib borib o'rnatib beramiz. 4 ta eshik bor bu yerda. Bu romlarimizni 1.350 dan qilib berdik. 1 metrga eni yo bo'yi 1.50 bitasi, monosi 1.35 bitasi 1.40 shunaqada endi. 3 xil ekan endi. Ikki taji uy solibdi akam shunaqa qilib qilib bering dedi. Razmeriga olavering dedi, qilib berdik. Endi har xil joylarga o'rnatiladi-da. Shunaqa eshiklar 90 ga bo'yi 2 metrli eshiklar 1.800.000 mingdan qildik. Hamma yoq ichida 08 kesaklari ham qarislangan, o'ta idealli mana o'ta zo'r mana 08 mingda bo'lgan. Ishlar garantiyali. Biroq xohlasanglar siz xohlagan fasonda qilib berilaveradi, 5 joylar. Hammasini ishonchli, garantiyali xohlagan fasonda qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilishlari mumkin. Nomerimiz 97 lik 224 2255. Vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz. Dastaklalarimiz bor. Kelishib olsak o'rnatib bera olamiz. Toshkentlarga ham o'rnatib berdik 5-6 marta. Xudo xolasa. Kanalim yangi bo'lsa-lar bitta podpiska qiling, kanalda rivoj uchun. Bundan ham Xudo xolasa zo'rlardan qilib berish harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, ishlarga omad.